Biz Uchqo'rg'on tuman ixtisoslashgan maktabining 8-sinf o'quvchilari 2 oy tinimsiz mehnatimiz evaziga innovatsion bo'lgan Agrotek loyihasini yaratdik. Agrotek loyihasi 48 soat ichida undirilgan urug'larni ko'chat holatiga yetkazib beradi. Loyihamizning asosiy qismi ushbu qurilma bo'lib, bu qurilmada temperatura datchigi hamda pech mavjuddir. Siz loyihaga minimum 20 gradusdan maksimum 60 gradusgacha harorat kiritishingiz mumkin. Hamda siz kiritgan haroratdan loyihaning harorati past bo'lsa, pech avtomatik tarzda yonadi. Agarda baland bo'lsa, pech avtomatik tarzda o'chadi. Bundan tashqari, loyihaning harorati yuqorilab ketsa, uning ventilyatorlari avtomatik tarzda ishga tushadi. Jumladan, TFT display. Siz TFT displayda tuproqning namligi, ildizning harorati, bundan tashqari havo namligini aniqlashingiz mumkin. Elektr manbaini tejash maqsadida quyosh panellaridan ham foydalanganmiz. Sizga ko'proq ma'lumot yetkazish uchun biz shaxsiy veb-saytimizni yaratdik. Veb-saytimiz esa sun'iy intellektga integratsiya qilingan. Bundan tashqari SMS GPS, ya'ni istasangiz har soatda, istasangiz har daqiqada sizning telefoningizga loyihamiz haqida ma'lumotlar boradi. Hattoki siz masofadan turib kamera orqali uni kuzatishingiz mumkin. Va biz o'simliklarimizga o'g'it yetkazishda kimyoviy o'g'itlardan 3 xilidan foydalanganmiz. Jumladan, fosforli, azotli hamda kaliyli. Bizda azotli hamda fosforli o'g'itlarimiz o'simlikni unishiga yordam bersa, kaliyli o'g'itlarimiz esa uni meva berishiga yordam beradi. Qolaversa, agar tuproq namligi pasayib ketsa, ko'chatlarni motorlar avtomatik tarzda sug'oradi.